Ko'z kasalligini davolash mumkin bo'lmagan turlari bormi? Assalomu alaykum. Ko'zda har qanaqa kasallik 90-95% kasalliklari vaqtida davolansa, vaqtida tekshiruvdan o'tsa tuzaladi. Bunga vaqtida shifokor tekshiruvdan o'tib, nazoratda turish tavsiya beriladi. Har 3 oy yoki 6 oyda shifokor nazoratdan o'tish zarur. Endi ko'zi tuzalmaydigan kasalliklari bor. Nosog'lom turmush tarzida ko'zni markaziy qismlarini kuydirib oladigan holatlar hisoblanadi. Bunda ko'zni markaziy ko'rishga javob beradigan nervlari tuzatib bo'lmaydigan degeneratsiyalarga olib keladi. Kuchli chiroq nurlari bunga sabab bo'lishi mumkin. Endi buni sog'lom gigiyenaga rioya qilib, ochkilar taqib, shifokor nazoratidan o'tib yurgan bemor bu kasalliklarga uchramaydi, keksalikda qiynalmaydi. Kompyuter, telefon, televizordan ko'p foydalanadigan odamlarga tavsiyam har 3 oy 6 oyda tekshiruvlardan o'tib, ko'z kasalliklarini oldini olib turish tavsiya beriladi. Agar shifokor nazorati, avtomobil shifokor nazoratidan o'tib turilmasa, ko'z bir umrga ko'rmay qolish ehtimollari ham bo'lishi mumkin.